Chiroyliq nazifa temisidagi real programmani Xinjiang Nazifa Pan Texnik Cheklik şirketi işlegan. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Bolalarımızga berilgan mehr muhabbetimiz şartlik emas, balki shartsiz bo'lishi kerak. Halit, Nasi, yili turpaqchiq barmiz. Başlayalım. Başlayalım. Azır muşnağa kavumca alaydı bulamdı. Neşikten tut koyamdı. Allah'ın bu qo'shni. Amaliyotda har bir bola bizning qo'limizga berilgan vaqtida ana shunday bebaho ham kam kuchsiz, shunchaki chiroyli, suhbatli urug'di. Shu bolaninki qanday o'sib yetilishida bizningki hayot tajribamiz, bilimlarimiz, tayyorlagan muhitlarimiz, shu narsaning hammasi ta'sir qiluvchi. Bundaqcha aytganda, tayyorlangan ota-onalarning bolalari balkim nurg'un narsalarga to'g'ri yuzlanishi mumkin. Salam sevimli dostlar, yaxshimisizlar? Ben Seyirli Kişilik Resimli Kitap Klubu'nun kurgucusu Mihray Ömer Bulumen. Chiroyli Nazifa programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganimda intan xursandman. Bu sonda Nazifa bilan birga omoq bolalarimiz to'g'risida o'rtoqlashaylik. Kichik o'g'ilchaq savza urug'i terishni planladi. Kichik savza urug'i yerga soliman seni, suvni qo'yib ustingga parvish qilaman seni. U urug'ni avaylab yerga soldi. Uning opsi ehtimol oğlum, o ünmesligi mümkün cumu, dedi. Onun dadısı, o ünmeydi cumu, dedi. Lekin oğulcaq her kuni urug'ning atrofidagi yova o't cho'plarni yulib, urug' solgan yerni sug'urib turdi. Lekin hech narsa unib chiqmadi. Yanıla hech narsa unib chiqmadi. Hammanglar davomli o'zlarining bu urug' unmaydi degan gapida chim turishdi. Lekin o'g'ilchaq yanıla davomli urug'ning atrofidagi yova o't cho'plarni yulib, yerni sug'urishni davomlashtirdi. To'satdan bir kuni savza urug'i unib chiqdi. Xuddi o'g'ilchaq uning hamon unib chiqadiganligini bilib olgandekla. O'sishimni bilatdim, kichikgina urug'chaq, axir seni o'stirdim, men sana bekla omroq. Her bir sağlam farzand bir sifatlik urug'ga o'xshaydi. Ular o'z bog'vanlarining yetarli parvishiga erishganligida texim yaxshi ko'klayoladi. Mana bugun men bolalarimga sifatli kamera bo'lish istigida ular bilan birga dala-damqaga chiqmoqchi. Halit, Nasi. Seni tayyorlaganlar Bulka, konak sebze, dersin. Sizlerin pişken o erkekçi daladan kıyıcı barınız. Sizlerce muşu seköktatlar bilen, meyveler bilen
qancha xil tamoq tayyorligi bo'ladi? Mang'il bo'lgan. Niladi. Seninki hava, asalım hava. Sen Undaq bo'lsa, avval kahve umchini pishirib, ondan nishga kirib, sandvichni tayyorlaymiz. Ammo ikkisi ham holatda pishib qoladi. Nazifa qizlarga seliblam, apmazaq bo'ldi. Amsa kim to'g'raydigan xizmatni qildi? Siz sandvich qilasiz. Sen sandvich qilasan? Amsa boshlaylikmi? Başlayalım. Müşteni biz alette sarxam bo'ldi ko'ygan-ku. Kichik munda tuz qo'yamiz. Shuning uchun munda cho'ng to'g'irsak, qalin to'g'irsak, uni shi patmaydi desan-ku. Mani chiqirib turib, hozir tamom ilib bunda qilsangu, qilalaysanku, mana taraf qilsam. Bechirat bo'ldi. Endi achang'i chayqaydimi? Sifatli kamera bo'lish mening nazarimda bir kun vaqtni sarf qilolmasaqmi, 20 minut yoki yarim soatning o'zida butun telefon hamma narsani qayirib qo'yib, ya billa o'tirib jimmada bir kitobdan tang o'zurinish yoki bir vaqt tamoqni billa etib, shu jarayondan o'zurinish, billa bolamizning tang yubib kirishi, bizning shu holatga kirishimiz. Hozir telefonni pishiramiz. Aslan majum bolam qo'limdan tushib ketsa, avval kahve umchi pishiraylikmi, sandvich pishiraylikmi? Kahve umchi uchun qara oldi bilan makonga sketch beribdi. Qo'ydik. Tamam, bilan Ben alete lütfen koyma. yaxshi tizdim. Ben bir koyma. Rahlam qo'lingiz bilan qiling. Kuydirib qo'ymang. Samsaqlar. Endi pishib qolganda qildik. Ustiga ko'ktat salamsa. Kahve umchi pishdimi? Tezib tamam. Endi bunun uchun izib olamiz. Qaradi, umashib ketdi. Ko'rpa qarashtirib ketdilar. Tamoq qatishni chiqamsa, undan biz tayyorlik qilaylik. Nafisa qachilarga kirishlarda, endi bu qachilarni ishlatimiz bilamsizlar. Şimdi bu kaçılardan fazla kullanayım. Sahiyalaydi endi. Bunun ichiga ilingan materiallarning hammasi kichik bolalar ishlasanlarmi, aytib bexatar holatlar. Hozir mushunga kahve umchi alaylik bulamdi. Tek o'xshagan chiroy shunda ishkimga kutdi. Ama ilk fikirlerle yetelim. Har bir kunda bir biz umid qilgan narsalar bor, bizga yengillik beradigan narsalar bor. Shunga bu sifatli kamera bo'lish amaliyotda ota-onalarning hordurmaydi-ku. Chuqur mushun vaqt chiqishim kerak ekan. U bisim emas amaliyotda. U bir huzur ato qildi. Billa o'sib ketish jarayoni. To'xta. Ne çıkarsın koyalım. Ne bak. Amdi Nafisa'nın acılarını tayyor bulduk mana. Hem qavatlar tayyor bo'ldi. Biri turib baqchiq barmiz. Shiday ba.
bigiz barmog'ini tepaq, o'tir barmog'ini tepaq deyman, tapsajini taqdirda. Deb qolasa. Qaysi o'tir barmog'in? Qaysi? Apa? Shunga shunga. Mana? Voy, sanatgan bu. Oh. Şuna bak. Oturgan yerine oturmalar ne? Oturduğu yerinizde oturunuz şu kadar. Ay çıkıp bakayım. Şöyle bakayım bakayım. Hay sorun bulduk ya sen Halit. Ol taraf mı sol taraf mı? Qara balam, ödekçi streslerden asam yavatanda qamda aslar milleti tutub tutmay bütün küçü bilen piştirip müştaq qalaq nağdı olma. Balalarımızga berilgan mehr muhabbetimiz şartlik emas, balki shartsiz bo'lishi kerak. Biz shartsiz mehr muhabbetni bergan vaqtimizda qalbimiz tinch bir ota-ona bo'la olishimiz mumkin. Bizning qalbimizdagi tinchlik balalarimizning o'sib yetilishiga nihoyat yaxshi bo'lgan bir tuproq bo'la olishi mumkin. Mushak sasak falan bugünkü. Asli saqlamga. Salam bop. Qaramadik chiroyli hajab keldim. Nimning shakli yo'qsa ekan? Kavning shakli yo'qsa ekan. Uchu Nazifaninki maxsus bolalar uchun ishlab chiqargan Nazifa bolalar yurishdir ekan. Shunda chiroyli. Amdi aşı kavuşurtlarımızda muştan vursaydı mı? Vaa, pek çırayla. Qara, sen yaxşı ko'rdigan, sizlar yaxşı ko'rganlik ta'midursiz. Gülni tuzishni tuqab chiqaras. Endi pek çıraylı bo'ldimi? Manimi sizlar ag'antim ras. Kasash baqa. Ameliyatda mavu Nazifaninki suv qachilarini nemish tanlayman desanglar. Nafisa choy qutilarining og'zining o'ttirsa nihoyatda sifatli datlashmas po'lat, ya'ni 304 datlashmas po'lat, atrofi kauchukdan yasalgan bo'ldi. Bu mushu narsalarga diqqat qilsak bo'lmaydi, bir narsa tanlashda bilan. Azami jiq elib olgandan sifatlikdan birsi bo'lsa yetadi. Shunmi balam? Hamilyoning ismi Karlo aka. U o'rmonliklarda, yili daraxtning ustida, yili toshning ustida yuradi aka. Yeshil yupurmoqlarning yeniga kelganda uning rangi tabiiylan yeshil rangga o'zgaradi aka. Daraxtlarning qo'lzoqlarining yeniga kelganda bo'lsa, qarishnoy rangga o'zgaradi aka. Bir kuni u ketib qolsa, tuyuqsiz yo'g'on bir put uning ustiga jang qilib tashlabdi. Deb voqirabdi hamilyon. Shuning bilan voy. O Karlo, asli sen mittin, ben seni köymeye qopdimi? Sana bek əvəz qılmancımı Karlo? Sen qandaq rəngə özgərgin kəlsə, şunda rəngə özgürəysən. Rəngin bəksə toprağın turdu. Degen ekin. Toxta, bir amalım var. Dep turgan ekin. Siz qandaq amal sizdə? Yigizdi. Rəngni yigizimdə? Onda qarab baxaylı ya. Vey, birdən bilan o bütün hemmiyetli çiçeklerin hemmini üzüp gelip onun suyunu çıkarıp bütün Bigmot'ni hal rengi boyuydu. Şunlar Bigmot, nimdigen çıraylık men hayatımda bunda çıraylık kiyim giyip bakmagan, bunda çıraylık rengi kırıp bakmagan. Karlo, rahmet sana dep şunda hoşup gitken. Şunun bilen Karlo'nun kalısıga koyuqsiz bir akıl keledi eken. Bütün ormanlık hayvanatlarning hammani shundoq o'zgartirsam, pastay zo'rg'idek, tapski gullarni, yupurmoqlarni hammani siqib, chiroyli rang tasviri olishdi. Hey, kelinglar xaloyiq, kelinglar. Agarda bugun boshqacha rangli kiyim kiyganlar bo'lsa, menimga kelinglar. Men Karloni izlanglar deydi. Birinchi o'pishirdi ekan. Hey Karlo,
meni bo'yab baqa, meni qondarang kirgizsang kel derkan. Ma'qul, deb keliblam. Qondarang bo'yaydi ekan. Asay sarangga bo'yaydi ekan. Keyindan tog'ul ot keladi ekan, fil keladi ekan. Vo! Bütün hayvanotlarni shunchalik chiroyli rangdor hayvanotlarga o'zgartirdi ekan. Karlo, rahmat sana, rahmat. Bek chiroyli bo'lib ketdik deb. Bir kun o'tirgan, 2 kun o'tirgan. Atsin boshlablar hammasi Karloga yugurish boshlagan. Karlo, qo'sqim ichib ketdi Karlo. Qo'sqimdan nima deysa, berib tutib ya, yeydigan narsani desing deydi. Men asli tog'ul otib ketdim, lekin men qaysi tog'ul otib ekanligini men bilmayapman hozir. Hammasi har xil rangda bo'lib ketdi. Qani tog'ul ot desa shunday. Nima desam, qanday bo'ldi uni? Sizlar bo'yab qo'yinglar dedinglar, men bo'yab qo'ydim. Hey Karlo, Karlo deb hammasi kelib shundan. Karlo bulishig'i yugurayotgan. Qizimlar deb. Shunday yugurib, eng oxiri u tog'ning eviga kelar ekan. Qutquzsanglar bo'ldi meni degankin, faqat Karloning bir silam rangini o'zgartirib, qanday bo'lgan tosh rangga kirib olgan. Karlo deb uni ustimizda qoldirchilay deb turishiga osmondan tuyuqsiz guldur qilib yomg'ir yog'ish boshlaydi. Shuning bilan hamma hayvonotlarning eliqi yaqqan yomg'ir yuydi deganda, qarab, butun hayvonotlarning ustidagi ranglar yuzilib ketar ekan. Shuningla qanday bo'lgan? Atsi, yana butun o'rmonliq o'z asliga qaytdi ekan. Misada hikoyamiz oxirlashdi. Tayzunka? Tayziyam men eng yaxshi ko'raman bu kitobni. Men uni yaxshi ko'raman. Sen yaxshi ko'rdingmi? Hozircha bunda qilaylik. Biz tunugun deyishgan-ku, bog'chaga berib tashlaymiz deb. Anadagi ma'noshchiligi Karlo butun hayvonotlarni har xil rang-barang, bek chiroyli hayvonotlarga o'zgartirdi-ku. Mishaga qarab o'ylab qoldim, toshlarni biz ashta sizib baqaylik. Bulamdi, toshni sizib anadagi binshantiya yasaylik. Tonlatqo'ga chaplab qo'yaylik. Atrofda tosh baya-baka, ashak berib, tashtirib kelaylikmi? Qo'shga. Oyoq qarab baqayman. Kaptangmi? Qani? Uyu. Jip sepkilarni. O'zini. Yaproqlarni 5 tal yaproq qilsanchi, oyoqqa qilib. Bir tomon gulga o'xshaydi qara. Shunda o'xshaydi, shunda chiroyli qildi bo'ladi. Pikassoning rasmini shunda jiqnasak o'xshamaydi-ku. Lekin qarsang shunda payzi-ku. Farzandlarimizni yaxshi tarbiyalashda oldi bilan biz yaxshi bir kuzatuvchi bo'lishimiz kerak. Yaxshi bir kuzatuvchi bo'lganda bolalarimiz bizga o'zimizning nima ish qilish kerakligimizni deb berdi. Masalan, bolalarimizning talantini bayqay olamiz, bolalarimizning nimani yaxshi ko'rayotganligini bayqay olamiz. Shu bosqichlarga nisbatan, shu qiziqishlarga nisbatan yaxshi qo'llashlarni bera olamiz. Bu bolalar eng ehtiyojli bo'lgan bir taraf. Siz to'g'rimi? Akila kerak. Uyu. Palidani ilib rasmlasa bilan. Bolalarimizni yaxshi tarbiyalayman yoki bolalarim bir yaxshi bir odam bo'lsin degan umidda bo'lsak ham bizning qalbimizda shuningga nisbatan shu g'oya, shu nishonimizga nisbatan yetarli ishonch ham tulib tashqan umidni bog'lagan holatda mengishimiz kerak. Shunda bo'lganda biz to'xtamay bolalarimizning shu tarbiyalanishi uchun, shunday bir odam bo'lishi uchun o'zimizni avval tarbiyalab maqmiz.
Özümüzni to'xtamay takomillashtirib menish bilan birga bolalarimiz bilan tang o'sib yetimiz. Bolalarimiz bilan tang o'sib yetilayotgan mush jarayonimizni ko'rishning o'zi bolalarimiz ko'rib turdi. Shuning o'zi bolalarimiz uchun eng yaxshi bo'lgan tarbiya deb o'ylayman. Ben gürküldüm. Ballarımızga süpetli kamera bulayli, ballarımızga yana süpetli buyumlarni tanlashni o'rgataylik. Bizda sog'lom tanda sog'lom aql deydigan hikmat bor. Sog'lom tan va sog'lom aqlning sharti albatta sog'lom ozuqlik, sog'lom turmush odati va sog'lom bo'lgan turmush buyumlaridir.